Siz bu tvorojniy pirogni qilib ko'rsangiz, Safiyani tvorojniy pirogini 100% qila oldim deb ayta olishingiz mumkin. Buning uchun esa smetanani iliqroq qilib, 2 tuxum sarig'i, draja, shakar, vanilinni solib, yaxshilab aralashtirib, ustini yopib olib qo'yib turamiz. Ungacha sariyog'ni un bilan va razrıhlitel bilan urib oqib olib, bu yerda tayyor bo'lib turgan smetanali massamizni qo'shib, qo'lga yopishadigan yumshoqqina xamir qilib olamiz. Endi esa hammamizga yoqadigan mazali tvorogimizni tayyorlaymiz. Buning uchun tvorogga smetana, 2 tuxum, shakar, vanilin solib, 1 osh qoshiq kukuruzniy kraxmal solib, yaxshilab aralashtiramiz. Endi xamirimizni katta va kichik bo'laklarga bo'lib, kattasini qolipimizga tagiga yoyamiz. Bu duxovka listini yarmi degani. Agar 1 list qilmoqchi bo'lsanglar, xuddi shu retseptni 2 baravar qilasizlar. Tvorojniy massamizni ham solib, tekislab, yaxshilab xamirimizni kichkina qismini ingichka qilib yoyib, mana shunaqa bo'laklarga bo'lib, xohlasangiz shunchaki ustini yopsa ham bo'laveradi. Oldindan 180-190 gradusda qizib turgan duxovkaga 30-40 daqiqaga yuboramiz. Video retsept yoqqan bo'lsa, like bosib, saqlanib qolinglar. Chunki bu tvorojniy pirogni hamma tayyorlab ko'rishni orzu qiladi.